Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Kimga taksi sohasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgini qoldirib like bosib qo'yinglar. Qo'ldan kelganicha, bilganimcha ma'lumot berib o'taman. Yekitemur shahriga 31-kuni keldim. Birinchi kuni registratsiya qilib, mashinani olib ishni boshladim. Xudo xolisa, ishlar yaxshi. Mashina Hyundai Sonata eski vipiskasidan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, plus belgini qoldirib qo'yinglar. Arenda pulini, pul, gaz yoki benzin qancha rasxod bo'lyapti barchasini video qilib chiqaraman. Xudo xolasa, hozir Kit degan magazin yoniga kelgandim. Choy ichgani, o'zimizdan anjolilar. Hop. O'zimiz milliy taomlarni pishiradi. Bunaqa yoqda. Xudo xolasa, hozir choyni ichib uyga kirib ketaman. Ertaga xudo xolasa dushanba, ertalab ishni boshlaymiz. Bugungi smenani yopdik. Comfort plus tarifida ishlayapman. Xudo xolasa ish yaxshi, yomon emas.